imkon berilsa prezidentga nimalar degan bo'lasiz? Imkon berilsa, men hozirgi sharoitga tashakkur etgan bo'lardim. Bugun yoshlar uchun qaysidir ma'noda bayram desa ham bo'ladi. Shaxsan davlat rahbari bilan uchrashayotgan yoshlar qatoridasiz. Bu birinchi uchrashuvmi prezident bilan? Yo'q, oldin ham prezidentimiz bilan uchrashganmiz. Juda ham ular bilan uchrashuvdan keyin biza katta emotsiyalar bilan ketamiz. Ya'ni yana ham o'z ustimizda ishlab, yana ham o'zimiz rivojlanishga harakat qilamiz. Mana shu prezidentimiz bilan uchrashish uchun ham keyingi yil uchun yana ko'p harakat qilaman. Har doim prezidentimiz bilan uchrashaman deb o'z ustimda tinimsiz ishlashga, yangiliklar qilishga, o'zim tadbirkorlik ham qilaman. Shu bo'yicha yangiliklar qilib prezidentimiz oldiga yorug' yuz bilan kelishga harakat qilaman. Hozir ham yoshlarga juda ham katta imkoniyatlar berilishi kutilyapti deb o'ylayman. Shuning uchun hayajonda o'tiribmiz. Xudo xohlasa, juda ham yaxshi bo'ladi. Yangi imkoniyatlar bilan ketamiz. Imkon berilsa prezidentga nimalar degan bo'lasiz? Imkon berilsa, men hozirgi sharoitga tashakkur etgan bo'lardim. Chunki yosh bo'lib turib, tadbirkorlik qilish imkoniyati juda ham katta bo'ldi. Qo'rqmasdan 20 yoshimda tadbirkorlikni boshlaganman. Hozirgi kunda soliqdan ham muammo yo'q. Har doim yaxshilikda ishlayapmiz.